Molini ham iloji bo'lsa bozorga borib tanlab olib kelib beramiz. Musofirlarda do'stlar uy joy qilaman deb, bola chaqa boqaman deb ishlab yurgan qadrdonlarim, Xudo xohlasa bu videoyim aynan sizlar uchun juda ham foydali bo'ladi do'stlar. Arzimagan pulga 20 metr joyga Xudo xohlasa go'zal holatdagi molxonani 2 etajli naveslari bilan birgalikda qilish nech pulga to'xtayapti. Men bu yerda spiskalarni qilib chiqqanman, qo'ldan kelgancha. Ozgina plus minus bo'lishi mumkin. Kamchiliklarga do'stlar uzr so'rab qo'yamiz. Xo'p. Birinchi o'rinda do'stlar, molxonani qilishdan oldin o'zingizlar ham mendan yaxshi bilasizlar, oxirda qilib olgan ma'qul deb o'ylaymiz. Sababi keyingi ishlarga xalaqit bermaydi do'stlar. Xo'p, bu xonadonimizga o'zi uzunligi 20 metr joyga naves bo'lgan bo'lsa ham, xonadon egasi 7 dona molga mo'ljallab turib, 10 metrlik oxir qilgan. Bir tomonda yem hashay turadigan holat bo'lgan, bir tomonini keyinchalik xohlasa yana ulab qo'yadigan holatlarni qilgan. Xo'p, buni do'stlar oxiriga nech pul ketdi? Shuni hisoblab chiqdik. Uyda egasi nech pul ishlatganini so'radik. Xullas do'stlar, oxiriga metri 250 ming so'm atrofida do'stlar pul ketibdi. Usta xizmatlari yu, sementlari, xullas hammasi ichida, faqat shag'alni bunga qo'shmadik. Sababi shag'al endi o'zingiz hisobini olaverasiz. Xo'p, bu 250 ming so'mdan 10 metr oxirimiz 2,5 million so'mga tayyor bo'libdi do'stlar. Bu ketdi mana. Endi uyda egasi materiallarga bozorga chiqqan ekan. Materiallar qimmat ekan. Keyin achchig'i kelib qolish shart, uyga kelib teraklarni kesib olib, o'zi teraklardan chiqarib Xudo xolasa qilibdi. Biz endi bozor narxiga Xudo xolasa hisobga oldik. Yetmaganiga bozordan ham olibdi. Shuni sizlarga men Xudo xolasa hozir hisoblab aytaman. Xo'p, qadrdonlar, xonadonimizga 29 dona mana shu navesimizga do'stlar 29 dona to'sin ishlatilinibdi. To'sinni hozirgi holatdagi narxi bozorda 75 ming so'm atrofida. Yo u yog'i yo bu yog'i bo'lishi mumkin. Xo'p, keyin xori ketibdi pastga, mana ko'ryapsizlar, mana pastga xori ketibdi do'stlar. Buni ham donasini 75 ming so'mdan terak to'sinlar xorilar ishlatilibdi. Donasi 75 ming so'mdan 20 metr ishlatilibdi. 5 donasi 375 ming so'm bo'lar ekan. Xo'p, endi bu xonadonga, bu joyimizga xo'p, ustun ketyapti. 10 dona ustun qo'yilyapti do'stlar. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, 10 dona ustun qo'yilyapti. Ustunlarimizning narxi esa bu joyda 60 ming so'mdan belgilanibdi. Endi bozordagi narxini o'zingizlar bilasizlar, chiqarib olasizlar. Xo'p. 600 ming so'mga 10 dona ustun hisoblab qo'yaverasizlar. Endi 100 kvadrat atrofida cho'rni ishlatilingan bu xonadonga. Cho'rniyni bozordagi o'rtacha narxi kvadrati 16 ming so'm yo 17 ming so'm atrofida ag'i-bag'i. 1 million 600 ming so'm cho'rniga hisobladik. Xo'p, endi do'stlar, ikkinchi etajda xorisiga 60 metr xori ishlatishibdi ustakalarimiz. Xo'p, bu ishlarni noldan qilib berayotgan ustakalarimiz nomerlarini albatta qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, 60 metr ustunimiz do'stlar, xorimiz 15 dona bo'ladi 4 metrdan bo'lganda, donasi 75 ming so'mdan hisoblasangiz, xo'p, 1 million 125 ming so'm pul bo'ladi do'stlar. Xo'p, endi eng alina qimmatlashyapti. Endi strapilliklarni bozordan olgan sasna holatda donasi 105 ming so'm atrofida 25 dona strapil ketgan do'stlar. Diqqat qilib turasizlar. 25 dona strapilimiz 105 ming so'mdan 2 million 525 ming so'mni tashkil qiladi. Xo'p, endi do'stlar, eng zo'r joyi rekasi keldi. Rekasi ham sasna holatda reka bo'lgan. Metri 7500 so'mdan olingan rekasi 1 million 350 ming so'mga reka olingan do'stlar. Shu molxonamiz uchun, 20 metr molxonamiz uchun. Xo'p, endi do'stlar, eng anaqa joyi tomda ushab turadigan shipirimiz do'stlar. Shipirni uyda egasi ertaroq olib qo'ygan ekan, 50 mingdan arzonroq olgan ekan, lekin hozirgi holatda men o'zim ham uyimga oldim. Donasini 50 ming so'mdan shipirda oldim do'stlar. 50 ming so'mdan hozirgi narx bizda Asakada shunaqa bo'lyapti. Sizlarda nech pul bo'lyapti? Kommentariyada yozib ketinglar. Xo'p. Shipirimiz ham bo'ldi. 3 million 600 ming so'mga 72 dona shipir ishlatilibdi. Bu xonadonimiz 3,5 shipir bo'ldi aka. 3,5 shipir bo'libdi. 72 dona 20 metr joyimizga shipir ishlatilibdi. Xo'p, endi do'stlar, Xudo xolasa hozir biz sizga iloji boricha pulga sotib olinadigan narsalarni informatsiyasini berishga harakat qildik. Endi bu joyda o'zi hammaning uyida o'q devori bo'ladi, shuni ustidan qilinadi. Bu yerga shilaka bloyda qilgan. Lekin sizda shilaka bloy yo'q bo'lsa, 20 metrga nechta shilaka bloy ketadi, ularni o'zingiz hisobini olaverasiz. Lekin asosiy holatda 20 metr navesimiz bitish holatlarini sizlarga men hisobini chiqarib berdim.
Shunda общий holatda qadrdonlarim 15 million 950 ming so'mga xonadonimizdagi 2 etajlik navezimiz mana shu holatga kelgan do'stlar. В общем shikalat. Agar siz buni do'stlar uyingizda qilaman desangiz, bundan ham arzonroq qiladigan bo'lsangiz bo'ladi. Biz prosta bozordagi narx-navolarga solishtirib qildik. Masalan, ko'pchilikning uyida terak bo'ladi baribir. Shu teraklardan foydalansangiz, xudo xolasa sizga juda ham arzon tushadi. Endi do'stlar, bu xonadonimizdagi molxonamizga nimalar qolyapti? Molxonamizda do'stlar tayda g'ishbola qolyapti. Asosiy hozir endi eng pul ketadigan joyi. Endi unga ham dunyoda pul ketmasa kerak. To'g'rimi aka? Taxminan necha kvadrat ketadi? Nechta g'ish ketadi taxminan? 1000 ta atrofida g'ish ketadi. 1000 ta atrofida g'ish ketdi. G'ishlarimiz 1000 so'mdanmi o'rtacha? Pishirish 1000 so'mdan bo'lsa, 1000 ta necha pul bo'ladi? 1 million bo'ladimi? 1 million so'mga g'ish olsangiz, borana usta xizmati. Ha, borana bir 3 million atrofida ketadimi? Bor. Shu 3 million atrofida do'stlar g'ish bollariga pullar ketadi. Sizda faqat bozordan mol sotib olib kelib, bitta baylash qoladi xolos do'stlar. Agar общий hisobda hisoblaydigan bo'lsangiz, 16 millionga 3 millionni qo'shsangiz, necha pul bo'ladi aka? Bor, 20 million. Xo'p, 19 bo'lsa, hadi, maq-paq balobattalar bilan 20 million so'mni ajratib turib, mana shunaqa molxonani boshlasa bo'laverar ekan aka. Endi to'xtang endi, buni usta haqichi, uni bekor qilib beryapsizlarmi yo'q? Yo'q, usta haqlari. Necha pul ketadi taxminan endi aka usta haqiga? Endi buni Muhammad Yusuf shipirini bitta shipirda 40 mingdan yopdik. Xo'p, 72 tamiz bo'lsa, 72 ta shipirda. xo'p, 720 ming ayirib 3 million. Gideta 3 million atrofida taxminan, ha? 3 million. Anaqalarni, cho'rnilarni qoqib, loylarni bosib berdik, 6-7 ta 3 million. million. 3 million shipir qoqish desak, loy 100 kvadratmi? 100 kvadrat. Necha puldan bosdinglar? Yana cho'rnisini qoqishlari bilan Aha. 35 ming kvadrati. Xo'p, 3,5 million bo'ladimi? Ketdi, yanachi. Shu endi hozir mayatiga bitta naveska qoldi, shuni qilib. Hozir aka sizlar aytayotgan buni donasi 40 mingdan deganingiz, buni noldan tikalashingizgacha hisoblanadi? Holatiga kelguncha, loydan tashqarisi. Qadrdonlar, bunaqa arzon ustani qayerdan topasizlar? 2 etajli naves. Endi siz ham uyingizga qarab kelishadi o'zi. Masalan, siz uyingiz balki 50 mingdan bo'lar, balki 45 mingdan bo'lar. Uni ustani o'zi nomerlarini qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqib, noldan xullas oxirdan tortib, polniy 100% qo'liga kaltini topshirib olasizlar aka. Xudo xolasa. Yo, qilamaydigan ishinglar ham bo'lsa aytib qo'ying aka. Xudo xolasa biz qo'limizdan endi kelmaydigan ishni o'zi yo'q. Ha. Kameraga mana yaqinroq kelib oling, ko'rishsin sizni. Aslida Muhammad Yusuf bu holatga va yeri misol uchun hech bola yo'qoladigan bo'lsa, betonini qo'yib, blogini urib berasiz desa, uni ham qilib beramiz. Aha. Noldan bo'lsa. Ha. Tomi shu bitishi 40 mingdan mana shu holatga keladi, loyidan tashqarisi. Bundan tashqari yana haligi uylariga uy solaman deb g'ish uraman, pena bular uraman. Yana dalshin qum suvoq qilaman, stasha qilaman deydiganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib. Ular noldan 100% qilib bera olasizlar, faqat pulini kelishalasizlar bo'ldi. Puldan muammo yo'q bo'lsa, polni o'zingizlar qilaverasizlar, ha? O'zimiz qilaveramiz. Noldan boshlab tomigacha molini baylab bermaysizlar ekan xolos-da. Ya pulini bersa molni ham kelib baylab. Molini ham iloji bo'lsa bozorga borib tanlab olib kelib beramiz. Bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi do'stlar, bunaqa ustalarni qayerdan topasizlar? Haqiqiy jaydari mehnat qilaman, xonadonni obod qilaman degan ustalar, bu akam hozir gaplarini eshitib, molxonani buzib yuborib boshqa yoqqa fikrlarim kelib ketdi, to'g'risida. Xudo xolasa do'stlar, sizlarga eng yaxshi, eng zo'r ustalarni ilinaman. Agar videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz ham haqqimizga duo qilib qo'yish esingizdan chiqmasin. Kommentariyada videomiz haqida o'zingizlarni qisqacha fikrlarni yozib qoldirsanglar, inshaalloh bundan keyin yana ham sizlar uchun zo'r videolar qilishga harakat qilaman do'stlar. Sizlar bilan men usta Muhammad Yusuf bo'ldim. Tunuka fonlar bo'lsa faqat o'zimizga aytaveradilar. Rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat.